sizni jang maydoniga olib boraman. Keragi yo'q. Shunchalik tez unutdingmi? Avval ham aytgandim. Men qayerga yursam, o'sha yo'l to'g'ri bo'ladi. Muvaffaq bo'lgan 550 yil davom etgan notinchlikdan keyin Xitoy tarixidagi eng buyuk to'ntarilishni ana shu odam yakunlagan edi. Yo'llar yo'q joyga yo'l soldi, qal'alar yo'q joyda qal'a qurdi. U butun Xitoyni birlashtirdi. Boshqa hech kim bajara olmaydigan ulkan ish bu. U osmon imperatori maqomiga yaqinlashgan dunyo tarixidagi ilk inson. U o'zini shunday ataydi. Boshlanishning qirollari. Bu